Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal yozuvchilar. Bugungi lokatsiyamiz Manij Ranch Universitetining yonida 3 etajli toza domimizni birinchi etajida 2 xonamiz tayyor holatda sotib qo'yilgan ekan. Sizlar bilan shuni ko'rib danishib boramiz. Kanal yozuvchilar e'tibor beramiz. Etajimizda 2 xonadan bo'lacak. Qo'limizda 2 xonadan yurib chiqamiz. Uyimiz tayyor doğru yerga sotib döşəlib turibdi. Bismillah. Kelganimizdan keyin qoladi. Xonamiz addenni e'tibor berib ko'rib danishib boraveramiz. Yan tarafda girish qismi. Elimizda yana perforşe mebellarimiz ham qo'yilgan. Oyoq telamiz laminat. Yaxshi yerlardan döşəlgan bo'ladi. Bir like ham bosib podeshiyat turamiz. Xudo xolasa sizlarga birinchi chetdan tushuntirib danishtirib boraveramiz. Yerimizda yana sanuzel. Aristomba vanna to'chamiz bir edi. Kenglik ham zo'r. Edi registrlarimiz ham tashalgan. Yon tarafimizda yana xonasi. Yelka bo'ylab bilan ishlangan potoklarimiz oqlangan, jalyus pardalarimiz qo'yib turibdi yana. Ham meni gilami bir xil ekan. Qarishga ishlardan qo'yilgan. Kvadratni xonamiz ko'p tonazli. Gaz su suyetdan muammosi yo'q. Ranch, Manij hammasi yaqin. Yerimizda yana kuxnya joylashgan. Dukontorni kotelimiz bor. Bedana mebellarimiz, gaz plitchalarimiz qo'yilgan. Yurtdoshlar narxini keladigan bo'lsak, narxi 385 million. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladigan uylaringiz bo'lsa, bemalol telefonlar sotishlardan beramiz. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.